Mana shu har bir umurtqani orasida disk bo'ladi. Mana shu disklar yorilish hisobiga chiqib, u umurtqa pog'onasining ichidagi orqa miyani ildizlarini ezadi. Grija qanday kelib chiqadi? Asosiy sabablari nimalardan iborat? Xo'p, endi grijani kelib chiqishiga sabablar juda ko'p. Aynan bitta sababni olib ko'rsata olmaymiz. Sababi bu kompleks tarzda ta'sir qilgandagina grija paydo bo'ladi, ya'ni og'ir mehnat, jismoniy og'ir mehnat, kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri turmush tarzi. Asosan bu o'sha umurtqani orqa miyani ustida o'rab turadigan sariq boylam bo'ladi. O'sha sariq boylam qalinlashib ketadi. Ana shuni hisobiga orqa miya qisilib qoladi kanalning ichida. Listiz deganimiz umurtqalar bir-birini ustida o'ynab ketadi, ya'ni siljib ketadi. Operatsiyadan oldin grija bor yoki yo'qligini aniq bilish uchun qanaqa tekshiruvlardan o'tish kerak o'zi? Operatsiyadan keyin основной bemorlarda shikoyat belimda og'riq bor. Oyog'imda og'riq demaydi, belimda og'riq deydi. U beldagi og'riq o'sha bel muskullarini shamollatadi.